Birlashgan Arab Amirliklarining poytaxti qayer? Dubay. Dubai. Ko'rishmasak mayli jonim goodbye. Savolimizga javob bersangiz, BYD Samarqanddan sovg'a yutib olasiz. Agar mashina 80 km tezligida harakatlanayotgan bo'lsa, 80 km masofani bosib o'tish uchun unga qancha vaqt kerak bo'ladi? Tak, plus 80 kilometringiz qanchalar bo'ladi Feda? Bu mahallani obod qilguncha o'zim o'tib ketmasam bo'ldi-da. O'zingiz javob bering-da. Berishi kerak. Siz uchunki sovg'ani siz olasiz, unga Fedaga berasizmi sovg'ani? U yerdan senga ravo ko'rmayman jo'ra. 80 km. Ha? 1 sekundda. Ko'tigilib chiqamiz. Kristofor Kolumb qayerni bosib olgan? Bilmayman lekin men. Skvermi, ha? Xirosima va Nagasaki kim bo'lgan? Bunisi ham bilmayman. Yo, tushunmayman. Shu nimasi yomonligini tushunmayman hozir. Davom etamiz. Mona Lisa rasmini kim chizgan? Voy. Ibi kecha nima yegan narsam esoldim-man, bu kishiga qaraman. Javobingizni qabul qilamiz. Xo'p, qarang. Vatikan bu shaharmi yoki davlatmi? Shahar. Butun masjidda o'tirgan erkaklarning nomidan yog'liqqina katta Marhamat, Marsoqa sizga. Sog' bo'ling.